botoks o'zini ishini qiladi, muskulni bo'shatadi. Filler sizni bo'shlig'ingizni to'ldiradi. Iplar yuzingizni terisini ko'taradi. Bioretilizant, mezoterapiya sizni teringizni kачествосini to'g'irlaydi. O'shaning uchun har bir protsedura o'zini yo'nalishi bor. Bitta narsa ikkinchi narsasiz ishlamaydi. Qilish mumkin, bo'shliqni to'ldirishingiz mumkin, lekin ozgina ochilishingiz mumkin. 1-2 yoshga yosharishingiz mumkin, chunki bo'shliqlaringiz ketdi. Muskulingiz bilan muskulingizni bo'shatsangiz, уже yuzlaringiz qisqaradi, sizni ajinlaringiz yoyiladi, siz уже 5-7 yoshga yosharasiz. Iplarni yana plus bu protseduraga qo'ysangiz, sizni osilib turgan terilaringiz joylashadi va qarayapsizki, bitta protseduradan siz 10 yoshga yosharib ketasiz. O'shaning uchun men sizga qaysidir protsedura zo'r, qaysidir yomon ustuni yo'q. Har bir protsedurani o'zini joyi va maqsadi bor.